Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, yana bir ish o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qortepa qishlog'ida bo'ldik. Bu yerga terasga mana ko'rsatsam sizlarga. Xo'p. Demak, bo'yi hammasini 1.95 bo'ylari. Yana 2.17 bitta romdiki 2.30, 2.50. Eshik ekan 2.40. O tepani 4 ga bo'lganmi? Tagini 4 ga, tepa 2 ga bo'lib bitta ochiladi. Alyumin zalatoy deb bo'lgan. 2 qavat oyna bo'lgan. Eshiklari tagigacha oyna bo'lgan. Balkon qanot, chip quloq. Mana 35 lik zamoylar. Padagonligi bilan ichkari ko'rinishi bu hammasi bitta ochiladi. Bularning narxi 12.200.000 so'm bo'ldi shu joy. Oynasi 2 qavat, oq va oq. Hop. Padagonlari 30 lik padagonligi bor. Zalatoy deb akfada bo'lgan. Eshik keladigan bo'lsak, eshik balkon holatda bo'lgan. Eshikda yana o'sha eshikda yana 150. Bo'yi 2.10. Yonlarida 40 cm ko'zi bor ku yoqda ham. Balkon qanotda bo'lgan. Ichkari ko'rinish. Ekanlari padagonligi ham uzilmasdan olib ketgan. Uchala okenli qo'yilgan. Tam qorong'u qoldi. Xo'p, kimga terasga va rom zarurlar bo'lsa, nomerlar yozib qoldiramiz. Imo, Telegram, WhatsApp hammasi ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Zalatoy deb alyuminda bo'lgan. Shu ko'rinish. Ustunlarni o'zlari ulash bo'ladi.